yopish qolmasligi uchun, chiroyli, ideal holatda chiqish uchun yog'lab olamiz, yaxshilab aka. Mana aka, suvlarimiz hozirgi holatda yozgi kuniga 50-55 gradusda bo'laveradi aka. Ertadan keyin qishki kuniga o'tganda 60-65 gradus atrofida kuyiladi aka. Ash 4 fasl qanaqa bo'lsa, ashiga qarab suvni issiq-sovug'ini mo'ljallab kuylaveradi aka uni. Xudo xolasa hozir mana 55 gradusda bu suvlarni ochib yubordik aka bunga. Bu endi mikserda bu. Mikserimiz bu. Yaxshilab aralashtirib beriladi. Keyingi jarayonda bunga quyiladimi? Keyingi jarayonda bunda rastvorimizni tayyorlab olib turib, bu yoqqa olib kuyamiz aka unga. Qoliplarimizni yaxshilab yog'lab oldik. Xudo xolasa aka, choklarda yamalmaydi aka. Albasirda ko'p yerda hozir 65-70% joy albasirda yamab ishlatadi aka qoliplar. Yamamaydigan qilib, ideal qilib, chiroyli qilib yasaganmiz aka ularni, xudo xolasa. Ana aka, xudo xolasa hozir mahsulotlarni tashlash boshladik. Semendan boshlanadi aka birinchisi. Hozir mana shogird ukamız buni aslida tayyorlansa, bu yerni qolganlarni ko'rsatib turamiz aka. Bu ham xuddi shu komplekt aka. Komplekti bir xil. Endi aka bunga kuniga 2 obrot chiqarsa bo'ladi aka bundan. Qolip hozir 2 ta, 5 ta qolip bo'ladigan bo'lsa ham 2 obrot aylantirib olsa bo'ladi. Keyin yana qo'shimcha qolip bo'shi 10 ta, 15 ta qolip bo'lib ketadigan bo'lsa, faqat 1 obrot aylantirish orqali xolos aka. Bu da yana hozir 12 tadan 24 dona chiqyaptimi aka? Ha? 48 ta g'ish chiqadi mana shu 2 dona qolipimiz o'zida. 5 ta qolipimiz bo'lsa 120 dona g'ish chiqadi kuniga aka. 2 obrot aylantirsa bo'ladi uni ham. Endi qo'shimcha qolipga keladigan bo'lsa aka, qo'shimcha qoliplarimiz $200 dan qo'shib beryapmiz. Yer qoliplarimiz aka bular. $200 sababi aka $190, $195 dan sotishyapti aka bolalar. Taginiga aka 8 ga 4 profil to'qilgan. 8 ga 4 profil aka birdan liniyaga o'tib ketaveradi bu qoliplarimiz. Tagiga faqatgina rolik qo'yishadi xolos aka. Olgan odam ertaga sehrini kengaytirib, avtomat relsga qo'yib liniya qiladigan bo'lsa aka, faqat relis qo'yadi xolos tagi. Alohida bu qolipda yana boshqa relisni qolib sotib olish shart emas aka. Shunga moslab tayyorladik. Oluvchi odamlarga ham yengillik bo'ladi ekancha. Yaxshi. Komplekt turishi necha pulga aylanyapti? Aka, hop. Siz obunachilaringizga aka $1450 dan qilib beraman aka. $50 dan skidka aka vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab $1600 dan chiqarganmiz. $1,500 dan aka yetkazib beramiz aka, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqishaversa, gap aka 2 hafta 14 kun aka shu narxdan yetkazib beramiz. Undan nariga aka chegirmalarimiz tugaydi. O'zini eski holatiga qaytarib narxlarimiz aka. Yaxshi. Ulgurib qolinglar akalar, 14 kun sizlarga imkoniyat hisobida o'tadi. Bu yoqdagi suv bochkamiz sal kattarog'i bor aka. Bunimiz aka 15 ta qolib yetkazadi, 16 ta qolibga 1 tonna 800. Bitta zapravkamiz 110 litr suv ketyapti aka hozir. 1 tonna 800 10 ta oshib qolib ketadi, 15 tagacha bemalol yetadi. Bu da ham qolipni ko'paytiradigan akalarimizga bitta zapravka qilganda o'zi 15 ta 16 ta qolipga bemalol uspet qilib yetkazib beradi suvlar. Buni ham suv datchik tepasida ham bo'ladi aka, tagida ham bo'ladi. Buni tagiga aka atrofini shlaka bilan o'rab, tagidan o't yoqishadi aka. Xohlasa to'k kesadigan qilib tenlar qo'yib beramiz tagiga, xohlasa yo'q to'k qimmat tushib ketadi, shart emas deganlarga shu holatda beramiz aka, tagiga o't yoqib isitadi. Hozir 90% odam aka ko'mirda, o'tindan isityapti aka, gaz borlar, gaz yoqadi tagiga aka. Bu gazga bo'lish ko'pchilik bilan issiq suvda ishlaydi aka bu biz. Isitib olish endi o'zlarini holatiga qarab bo'laveradi. Bu qanchaga aylanadi? Komplegi bilan. Buniga aka $100 qo'shiladi xolos aka. Yo'nkisimiz sal kattaroq sababliga $100 qo'shiladi xolos aka. Ichiga pechka turba o'tkazib bering degan akalarimizga pechka turba ham o'tkazib chiqarib beramiz aka. Tagidan o't yoqishsa, orasidan turbadan tutun chiqadi aka baribir. Issiqlik kiradi ma'lum miqdorda o'rtasiga ham. Yana ham suv tezroq bo'ladi aka keyin. Yaxshi. Ularni ham zakasiga qarab qilib berilaveradi aka. Yaxshi. Navbatdagilari qanaqa? Xo'p aka, bunimiz liniyaga tayyorlangan qolip aka. Mishalkalarimiz bitta joyda turadi aka bunda. Yarim kubli mishalka bitta joyda turadi aka. Qoliplarimiz liniyada yuraveradi bemalol relsdagi. Joyimiz torligi uchun hozir bu yerda bitta liniya qilingan xolos. Bu asli ikkita liniyada yuradi. Bitta liniyamizda mishalkadan rastvor qolipga to'lib keyingi liniyaga o'tadi. Keyingi liniyadan avtomat reskada kesib, yana mishalkani tagiga kelaveradi aka qoliplarimiz. Shuni tagiga kelaveradi aka.
Bu liniyamizda qolipda 10 dona bo'ladi aka. Hozir ash kuyilish jarayoni bitta o'g'rilik aka. Ana ukamiz ochyapti, bu yerni yana batafsil tanishtirib aka. Bismillahirrohmanirrohim. Suyuq holatda bo'lar ekan bu. Suyuq holatda bo'ladi ekan unimiz. Tarkibini sanab bering, nimalarida tarkibi? Buni tarkibi asosan sement, qum ishlandagi yozib bu yerda, keyin o'zini ximikatlari bor. Kalichik soda, alyuminiy pudra bor aka. Qolip kamlar uchun natr sulfatlarini qo'shib ishlatsa ham bo'ladi. Tezroq qatirib beradi aka uni vazifasi. Xudo xolasa aka mana qoliplarimiz taylardan ko'rsatib o'rasiz. Bir tos yog'i ham oqib tushgan yo'q aka qoliplarimizda. Choklari yamalmaydi aka. 70-80% odam chokini yanab ishlatadi qoliplar aka. Ideal darajada tayyorlangan aka qoliplarimiz. Bu misol quyilib bo'lgandan keyin qanchada tayyor bo'ladi dedingiz? Xo'p, yoz kunidagi yoz qolipdan 5 soatda chiqyapti aka. 5-6 soatda o'zi chiqib ketyapti. Ertalab kuyilgani, abitdan keyin aka 1-2 larda kesib olib, chiqarib yana o'rniga yana sirazi kuyib, kechpa shomdan keyin bemalol kesib olsa bo'laveradi aka. Shu aytgan mana gazoblok shu holatda tayyor bo'lgan ekan demak bu. Bu tayyor bo'lgan. Kilosi qancha mana shu bittasini o'zini? 17 kilo 18 kilo atrofida chiqadi aka bu. Ja bunaqa og'ir emas, ustalarimizgacha nagruska ham bo'lib ketmaydi aka unimiz. Hisoblab ko'rdingizmi, nechta g'ishtda o'rnini bosadi? Xo'p, xom g'ishtimizda aka, pishgan g'ishtimizning o'rnidan aka 21 donasini o'rnini bosadi. 21 tasini. Yaxshi. Xo'p, endi bozordagi narxlarni aytib o'tdik-a. Bozordagi narxlarni aytib o'tsangiz, o'rtacha 16,5 mingdan 18,5-19 minggacha. Endi u hali Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm tomonlaridagi o'zimiz apparat sotamiz, qancha sotiladi, sotuvlarni bilamiz aka. 18,5-19 mingga Nukus tomonlarda. Shunaqa narxlarda chiqadi aka uniki. Xo'p, endi qarang, bu komplegimizni 10 dona deyapsiz. 10 ta qolipi bilan aka bunimiz. 10 ta qolipi bilan borib aka, bo'lib gaygasigacha aka o'zimiz hamma yo'q yonimizdan bo'ladi aka. 10 ta qolip 2 tonnalik suyonkisi bo'ladi bunda, 20 ta qolib ketadi aka bu bitta zapravkasi. 10 ta qolipdan boshlanadi. Qo'shimcha qolip aka buniki tayyor mana liniyaga tayyorlangan, tayyorlarga rolik hamma yo'q qo'yilgan aka bularimizniki. Nech pulga aylanadi komplekt? Komplektdagi hozir buniki 4200 dollar tushyapti shu turishiga aka. 4200 dollar borib relislarigacha qo'yib o'rnatib, kuyib chiqarib bergangacha aka 4200 dollar. Avtomat reskamiz tayyor bo'lmay qoldi aka. Hozir avtomat reskamiz o'zi yasalyapti turdi. Uspet qilmay qoldik aka. Xudo xolasa keyingi videolarga qo'yamiz. Avtomat reskavini aka siz obunachilaringizga 6700 dollardan qilib beramiz aka. 10 ta qolib komplekt 7500 dollardan qo'yyapti aka bolalar. 6700 dollardan aka O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Vodiy ichiga aka yana ham skidkalarni qilib beramiz aka xudo xolasa. Gap yo'q. Alloh barakasini bersin. Azizlar, ulgurib qolinglar. Mana 6700 qayerda-yu, 7500 qayerda o'zingizlar hisobini chiqarib olinglar. Ulgurib qolsanglar, xudo xolasa arzon narxlarda mana bunday biznesga erishib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi eng kami nech pul bilan boshlash kerak, shuni aytib qo'ying. Eng kamasi 1450 dollardan boshlanadi aka. Seriosiga ketaveradi. Seriosiga qancha pul ketadi? Xo'p, unga aka ikkita qolipda boshlaydiganlarga 200 dollarga bormaydi, oladigan seriosi. Endi qolipiga yarasha narsa oladi aka misol ular, misol 20 kunlik yo 1 oylik narsasini olib ishlashadi. Endi katta ob'yomdagilar u 5 million, 10 milliongacha olib qilishaveradi aka. Bunimiz aka hozir qo'shimcha qoliplarimiz 240 dollardan qo'shiladi aka. Donasiga tayyor qoliplar aka bular, 240 dollardan qo'shilib ketaveradi bu yog'i. 20 ta qolib bo'ladimi, 30 ta qolib bo'ladimi? Shunga qarab 15 ming, 20 ming dollar narx chiqib ketaveradi aka. Buni yana bir ko'rsatib o'tsak aka, afzalligi aka bunda xo'p, bunimiz tagiga mana beton kuyiladi aka, yarim holatiga stupenga, bitta stupenga tepada bolalar ishlaydi, pastda bitta, ikkita bola o'zi qolipda aylantirib yuraveradi. Ikkita bola tepada ishlasa, bitta bola pastga bemalol yetadi. Tushgan rasvorni qolipini olib borib, keyingi liniyaga o'tkazib, avtomat reskani tagidan boshlab terib ketaveradi aka bu. Bemalol bitta bola o'zi ichida 350-400 kilo yaqin yuki bo'ladi aka to'lgandan keyin bemalol surib yuraveradi. Roliklar ham aka katta 60 rolikdan qo'yib beryapmiz aka. Bemalol yengil yurishlari ham. Xudo xolasa aka.
yaxshi. Mana hozir kuyib ko'rsataman bu yerdagi choklardan oqmaydagi, albasirda yanalmaydi. Eng global muammo gazobloyda mashinasidagi. O'zi hozir ham aka 70% odam yamab ishlatadi ichini. Oqib ketib qoladi, ya'ni. Shuni oldini olib aka, zazorlarni joyiga keltirib, listlarni lazerni stanoyda kestiramiz aka. Zajimlar ham bir tomon bortda o'zini 4 tadan bitta qolib keyin 8 ta zajim qiladi aka. Tushunarli. Xo'p, shuni mana o'rtacha 3 ta odam ishlaydigan bo'lsa, kunlik daromadini ham chiqarib beraylik. Xo'p aka, odam ishlatadigan bo'lsa aka, 120 dona g'isht chiqadi aka bundan. Bir kunda. O'rtacha o'zi ishlab chiqaruvchining o'ziga bitta g'ishtdan 5,5 ming 6 ming so'm foyda qoladi aka. 5,5 ming 6 ming 720 ming so'm 750 ming so'mgacha o'zi pul tikkan odam o'zi foydalanyapti. Ishchi kuchi hamma rasxotdan tashqari aka bunasi. Undan tashqari uning ichida bitta bolam soldan bir dona g'isht 2,5 yo 3 mingdan kuyadi aka. Bitta qolipga ketadigan rasxotimiz aka hozir 95 ming, 100 mingga borib qolyapti. Ishchi kuchidan tashqari. Ash to'kiyu, ollari, atrabotkasi-yu, semi, qumi hammasi aka 100 mingga borib qoladi. 9,5 mingcha oshiroq bo'ladi aka. Bu yerda mana penavloy apparatlarimizni bir qator ko'rsatib o'taylik aka. Keyin gazavloyimizni Andijonda trendga chiqqan meni uskunasini ko'rsatib o'tamiz aka. Bu yevro qoliplarimiz aka, biz bilasiz 5 yil 6 yildan beri penavloy apparatini tayyorlab sotamiz aka. Bu yevro komplektimiz aka. Sharneli mana 4 ga 4 profil to'qilgan polni har tikka tushgan qatoriga tag qismiga ham o'tgan aka tikkasiga. Ramkani o'zimiz tag aka. 6 talik qolipimizdan 3 ta bo'ladi aka yevro komplektimizda. Bitta toma, bitta latoy listlari bo'ladi. Burchak, tepa sesma poyez qatorlar uriladi. Ham bitta 2 litrli bochkamiz bo'ladi. Bir dona 50 litrli kompressorimiz, bitta mikserimiz bo'ladi. Kompressorimiz ichida shlanka, fluzator, hamma narsasi chiqadi, qolip mo'ylagani. Keyin bir dona pena generatorimiz bo'ladi aka. Bunimizning narxi 3 ta qolipi bilan komplekt holatdagi vodiy bo'ylab 800 dollardan dastavka uстановка ichidagi. O'zbekiston bo'ylab aka 900 dollardan yetkazib beramiz 12 ta viloyatga aka. Xudo xolasa kanalizatsiya checha skidkalarni qilib yengillatib beramiz aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Qo'shimcha qolip qo'shaman degan akalarimizga bu qolipimiz narxi bir donasi 2,1 ming so'mdan qo'shilib ketaveradi aka. Xolovchilar uchun bu yerda yarim pergorodka bor aka. Universal deyiladi buni 3 ta 20 30 60 5 ta pergorodka chiqadi 12 lik. Har xil turlardan bor aka. Bu yerda endi asli Andijonda trendga chiqqan uskunamizni bir ko'rsatib o'taylik aka. Yotiq qolipimizdan aka Andijonga juda ko'p ketadi bu. Andijon, Farg'ona ko'p tortadi aka. Gazavloyimiz mini mishalkasi aka bu 6 talikka moslangan. Bunimizning ichida hozir suv bochkalari, montajlar tayyor bo'lmagani uchun qo'yolmadik aka videoga. Telegramdan, WhatsAppdan yozsa, videolarni to'liq holatini tashlab beramiz aka buni. Bir komplektimizdagi 3 ta qolipi bo'ladi 6 talikdan. Buni afzallik tomoni reskada, mana bunaqa reskada aralab yurishmaydi buni aka. Gazavloy kuyilgandagi orasiga listlarni tashlab qo'yilaveradi. Tashlab qo'ygandan keyin o'zi me'yoriga yetib qatgandan keyin tepasini pravilada qirib tashlab, qoliplarimizni ochib aka, listlarni olib, g'ishtni olishaveradi. Bu yaxshi tomoni. Keyin yana bitta yaxshi plus tomoniga kech bo'ladigan bo'lsa aka, kechasi ham kuyib qo'shaveradi buni. Ertalab turib tepasini pravilada olib tashlab turib, qolipdan yechib olishaveradi aka. Yaxshi tomoni, misoldan kech payt kuysiz ertalab reskada kesadigan bo'lsangiz, mana reskada u qatib ketadi. Reskani troslari uzilib ketadi, kesa olmaydi aka. Buni yaxshi tomoni list tushgani uchun aka chiqib kelaveradi bu. Kechasi misol 6 da yo shomdan keyin kuyib turib, ertalab 8-9 da ham bemalol xotirjam kelib yechib ketsa bo'laveradi aka. Bu komplektimizda 3 ta qolipimiz, bitta mishalkamiz bo'ladi, bitta 200 litrli suv bochkamiz, 60 litrlik suv isitadigan bochkalarimiz bo'ladi aka. Ularni to'liq videolarni xohlasa qo'yib o'tib ketamiz. Bu komplektimizning narxi aka vodiy bo'ylab 1200 dollardan. 1200 dollardan. Bunda penavloy ham gazavloy kuysa bo'ladi. Penavloy kuysa bo'ladi aka bunda qo'shimcha narsasi. Pena generator sotib oladi. Kompressor, mikser. Hali ular bilan bo'ladigan bo'lsa 1,5 ming dollarga o'zi ikkita biznes qilsa bo'ladi. Uchinchi biznesi ham bor. Kompressor, mikser, pena generator olib turib, tomga lombos qilsa ham bo'ladi aka. Hozir ancha trendga chiqib ketdi aka bu. Tom lombos o'zi ko'pchilik biladi, shu penavloy mahsulotini tomga kuyshyapti aka hozir. Undan foydalansa ham bo'ladi aka. Xohlasa penavloy, xohlasa gazavloy kuysa bo'ladi. Narxi penavloy, gazavloy kuyadigan bo'lsa 1,5 ming dollar, yo faqat gazavloy o'zi bo'ladigan bo'lsa, vodiy ichiga 1200 dollardan qolgan joylarga dastavkasi kelishilgan holatda qilib beramiz aka uni. Yaxshi.
Demak, barcha turdagi apparatlardan bor. Barcha turdagi apparatlardan bor aka. Terma panel, jiddiy kameralarga ham bemalol aloqaga chiqsa bo'lsin aka, hammasini qilib yetkazib beramiz aka. Juda yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, mana bugun Jaydar biznes so'raganlar uchun sizlarga maxsus videolarni tayyorlab ko'rsatyapmiz. Agar qanaqadir savol bo'lsa, usta Ilyosbekka aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasanglar gazoblok, xohlasanglar pena blok, xohlasanglar tomga pena quyish apparatlari haqida batafsil ma'lumotlari, tavsiyalarini aytib o'tadi. Demak, e'tibor uchun kattakon rahmat. Bu videoni ozgina bo'lsa-da manfaatli deb hisoblasangiz, bitta like bosib, xuddi shunday Jaydara biznes qidirgan yaqininglarga ulashib qo'ysanglar, albatta ular uchun ham, biz uchun ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Salomat bo'linglar.